Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhtaram azizlar, bu yilgi mana umra safarimiz nihoyasiga yetib qoldi. Bizning alhamdulillah umralarni qilib, endi safar oldidan siz azizlarga ushbu va undan oldingi safarlarda to'plangan ayrim tajribalarni, fiqhiy ahkomlarga doir ba'zi mulohazalarni sizlarga yetkazmoqchiman. Yaqin kunlarda umraga yo'l ochilganda ajab emaski ko'pchiligimizga manfaatli bo'lsa. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Avvalo niyatni yaxshi qilish kerak. Umraga keladigan odam niyatni xolis qilishi lozim va nima shuki, talab shuki, ya'ni qoida shuki, Alloh subhanahu va taolo ulug'lab qo'ygan Ka'ba-i muazzama bo'ladimi? Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning ravza-i muborakalari bo'ladimi? Alloh subhanahu va taologa tegishli barcha shiorlarni ulug'lashni qalbdan mahkam ushlash kerak. Ba'zi bir kishilar uchun oddiylashib qolishi mumkin. Mana shundan ehtiyot bo'lish lozim. Safar mobaynida eng muhim ishlardan biri Alloh subhanahu va taolo ulug'lagan Ka'ba-i muazzama va Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning masjidlari, ravza-i muborakalariga bo'lgan ehtirom qalbda ham amalda ham mutanosib bo'lishi kerak. Qalbda hurmat qilaman u deb turib amalda beparvo harakatlar qilmaslik kerak. Shuning uchun qalbdan hamisha ta'zim bilan bo'lish bu eng muhim ishlardan va mana shu safardan ko'zlangan maqsadlarga erishtiruvchi asosiy omillardan hisoblanadi. Ikkinchisi, safar mobaynida taomni kamaytirish kerak. Yeb ichishni kamaytirish kerak. Ya'ni quvvatga yetarli darajada yeb ichish bilan kifoyalanish lozim. Ba'zi odamlar qozon ko'tarib keladiganlar bor hajga kelganda. Kelib faqat oshxonalarni sanab chiqadiganlar bor. Falon joyda Uyg'ur taomi bor ekan, falon joyda aytaylik o'zbek taomi bor ekan deb shuni ketidan yurishadi. Yo'q. Yashagudek taomga kifoyalanib asosan haramda bo'lish lozim, ibodatga mashg'ul bo'lish kerak. Nimaga? Chunki taom ko'paysa tahorat buzilish ko'payadi, tahorat olish ko'payadi va insonda dangasalik ortadi. Shuning uchun taom va ichimlikni tejash bu hajga kelgan, umraga kelgan kishilarning eng muhim e'tibor berishi lozim bo'lgan ishlardan hisoblanadi. Uchinchisi, har bir soat, har bir daqiqada Alloh subhanahu va taoloning muroqabasida bo'lish kerak. Ya'ni Alloh ko'rib turganini, bilib turganini, hisob-kitob qilib turganini hamisha banda his etish lozim. Buning uchun tilda va qalbda zikrni ko'paytiriladi. Tilni o'zida emas, qalbda ham zikr ko'p bo'lishi kerak. Ya'ni mana shu narsaga e'tibor berish lozim. Keyin mana Makka mukarramada bo'lganda bu joyning tarixini tafakkur qilish. Odam alayhisolatu vassalom yerga tushgan paytda iltijo qilgan ekanlar. Parvardigor, men seni huzuringda arshingni aylanib turgan, Baytul Ma'murni tavof qilib turgan farishtalarni ko'rgan edim. Bizga ham mana shunday ibodatni ta'lim bersang, shuni bizga muyassar qilsang deb duo qilganlar. Shunda Alloh subhanahu va taolo u kishiga Ka'ba-i muazzamani ko'rsatgan, u kishi Ka'ba qurganlar deyiladi. Va mana shu joyda tavofni birinchi bo'lib Odam alayhisolatu vassalom qilib amalga oshirganlar deyiladi asarlarda, tarix kitoblarimizda. Ana o'shandan tortib keyin Nuh alayhisalom paytida to'fonda Ka'ba ko'tarilgan. Keyin Ibrohim alayhisalom bu joyga Ka'bani qaytadan qurdilar. Mana shu tarixni bir tafakkur qilib o'ylash kerak. O'qib o'rganish kerak. Ana o'sha ulug'vorlikni demak his qilishga harakat etish lozim. Rasul akram alayhisolatu vassalomning ravzalariga borganda esa Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning siratlari, u zot alayhisolatu vassalomga oid ma'lumotlarni ko'proq o'qish, bunga oid demak tasavvurlarni kengaytirib borish kerakki, bu mana shu joylarda qilinadigan ibodat va zikrlarga juda katta yordam beradi. To'rtinchisi, ko'zni tiyish, quloqni tiyish, tilni tiyish. Bu joylarga kelgan odam odatdagidek yashayvermaslik kerak. Tilini zikr, yaxshi gapdan boshqaga ishlatmasin. Qulog'ini yaxshi so'z, zikr, tilovat eshitishdan boshqaga ishlatmasin.
qalbini ham Allohning xotiridan, Allohning zikridan boshqaga demak moyil bo'lishdan asrasin. Xususan ko'zni ham demak Alloh rozi bo'lmaydigan nomahramlar bo'ladimi? Yana boshqa birovlarning avratiga qarash bo'ladimi? Aybini qidirish bo'ladimi? Mana bunday narsalardan ko'zni ham tiyish lozim. Bu yerda alhamdulillah ayollar o'zi hijobda, ya'ni satr avratda yuradi, lekin uning o'zi kifoya emas. Ya'ni erkak kishi ham o'zini noto'g'ri nazarlardan tiyishi lozim. G'oddul basar degani ko'zni quyi qilish degani. Ko'zni imkon qadar yerdan uzmasdan quyi qilib yurishga urinishi, o'z yo'lidan boshqa tomonga nazarni qaratishdan saqlanishi lozim. Ulamolarimiz aytadilarki, kishi qulog'i, ko'zi va tilini poklamaguncha qalbi poklanmaydi. Mana shu uchala a'zo qalbga darcha hisoblanadi. Agar bularni yomon ishlardan yopmasa, qalbga qoralik dog' tushib kelaveradi. Mana shularni yopadi, keyin qalb poklanadi. Shuning uchun tilni zikr bilan mashg'ul qilish, g'iybatdan, yolg'ondan, yana nojoiz so'zlardan saqlash, birovlarga ozor berishdan saqlash, bular qalbni poklashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ko'z ham shu. Ko'zni ham ba'zilar ona hozir yoki boshqa vaqt ham kuzatish mumkin. Haramga kirib ibodat qiladi, mehmonxonaga chiqib keyin televizor, telefoni bilan ovora bo'ladi. Lekin shunda agar yaxshi narsa, zikr, tilovat bo'lsa mayli. Lekin undan boshqa chalg'ituvchi narsalardan tiyilish lozim. Chunki hozir hammamizga ma'lum, internetda ham bu telekanallarda ham nazar solish durust bo'lmagan sahnalar, ko'rinishlar bo'lishi mumkin. Ulardan demak uzoq bo'lish kerak. 5-inchisi takbirni ko'paytirish. Zikrni ko'paytirish. Takbirni ko'paytirish deganimiz nima? Zikrni ichiga kiradi-ku desiz, to'g'ri, zikrni ichiga kiradi, lekin Allohni ulug'lash uchun kelgan bu yerga. Musulmon odam Alloh subhanahu va taoloning shiorini ulug'lash uchun keladi bu yerga. Shuning uchun Allohu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu, lahul mulku va lahul hamdu va huva ala kulli shay'in qodir kabi, ya'ni Allohni ulug'lashga dalolat qiluvchi zikrlarni ko'paytirish kerak. Va salovatni ko'paytiriladi. Xususan payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning shaharlariga, Madina Munawvaraga borgan odam doim salovatda bo'lishi, tilini salovatdan iloji boricha to'xtatmasligi kerak. Masjidga kirayotganda o'ng oyoq bilan kirish va masjidga kirish duolarini o'qib kirishga odatlanish lozim. Buni o'rganib olishimiz kerak. Rasul akram alayhisolatu vassalomning masjidlariga kirsak, u zot alayhissalom masjidga kirishda o'rgatgan duolarni unutib kirsak, uni bilmay yursak, bu odobdan emas. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom o'rgatgan, qilib yurgan o'sha sunnatlar, xususan masjidga kirib chiqish duolarini ham yodlab o'rganib olib, mana shularga amal qilib borish lozim. Masjidul Haromga kirganda ham, Masjid-i Nabaviyga borganda ham ta'zimda bo'lish kerak. Ya'ni qalb Alloh va Rasulini ulug'lashga moyil, ana shunga qaratilgan bo'lishi lozim. 7-inchisi Ka'bani tavof qilish, bu tahiyyat masjid hisoblanadi. Masjidul Haromda tahiyyat masjid o'qib keyin tavof qilish haqida ham gaplar bor, lekin bizning Hanafiy mazhab ulamolarimiz aytadilarki, Masjidul Haromning tahiyyatu masjidi o'zi tavof. Shuning uchun masjidga kirgan odam imkoni borlar masjidga kirganda avval 7 bor tavofni qilib, keyin bir to'la tavofning 2 rakat namozini o'qib, keyin boshqa zikr amallarga o'tsalar, nihoyatda savobi ko'p bo'ladi. Chunki namoz, boshqa ibodatlar, zikrlar, tilovatlar hamma joyda ham mumkin, imkoni bor. Lekin tavof faqat Ka'bada bo'ladi. Ka'badan boshqa joyda tavof imkoniyati yo'q. Tavof eng ulug' ibodatlardan. Shuning uchun tavofni bu yerda ko'paytirish kerak. Tavof uchun ihrom bog'lash shart emas. Umra uchun ihrom bog'lanadi, tavofga ihrom shart emas. Mana shu oddiy kiyimda kirib tavof qilinsa ham bo'laveradi. Faqat 7 marta qilinadi, tahorat bilan qilinadi va 2 rakat tavofdan keyin 2 rakat namoz o'qiladi. Keyin boshqa zikrlarga o'tish mumkin. Tavofning o'zini qilganda sa'i qilinmaydi. Ya'ni tavofni o'zi bilan cheklaniladi. Masjidga kirgan paytda nafl namoz o'qish kerak, nafl namoz o'qimoqchi bo'lgan paytda ham
makruh vaqtlarni inobatga olish kerak. Ya'ni namoz o'qish makruh bo'lgan kun chiqish payti, mana bomdoddan keyin, bomdod namozidan keyin to quyosh osmoni ko'tarilgunicha, ishroq vaqtigacha, keyin kun tikkaga kelgan paytda, ya'ni peshin vaqtida, peshin namoz vaqti kirishdan oldin 5 daqiqa, 10 daqiqa bo'ladi taxminan. Ertalab keyin bomdoddagisi uzoqroq bo'ladi. Kechki payt asrdan keyin shom o'qilgunicha, shomga azon aytilgunicha, quyosh botgunicha, mana shu vaqtlar orasida nafl namoz o'qish makruh hisoblanadi. Ayniqsa quyosh chiqish, qiyomga kelgan vaqtdan tikkaga kelgan payt va quyosh botish paytida bu makruh bo'lganda ham tahrimiy makruh hisoblanadi bu vaqtlarda namoz o'qish. Bu vaqtlarda namoz o'qilmaydi, demak nafl o'qilmaydi. Bomdoddan keyin bu yerda ko'pchilik bomdodning farziga yetib kelib sunnatini o'qib ulgurmagan bo'lsa, bomdod namozidan keyinoq sunnatni o'qishadi. Lekin bizni Hanafiy mazhab ulamolarimiz aytadilarki, bomdod namozining farzidan keyin bomdod namozining sunnatini o'qilmagan bo'lsa ham bo'ldi, tark etiladi. Ulgib qolsa, kelgan paytda sunnatni o'qib farzga yetib olsin. Unga yetib olishga ulgurmasa, ko'zi yetmasa, farzga iqtido qiladida, farzdan keyin to ishroq vaqtigacha o'qimaydi. Ishroq vaqtidan keyin bomdodning sunnatini qazo qilsa bo'ladi degan fuqaholarimizning gaplari bor. Lekin bu ham qat'iy talab emas, ya'ni ta'kidlangan gap emas. Ayrim fatvolarning birida ana shunday qazo qilsa bo'ladi deganlar. Lekin kun chiqquncha bo'lgan paytda o'qilmaydi. Bu yerda boshqa mazhablarning qavllariga ko'ra o'qishaveradi. Men o'zim ko'zim tushib qoldi, ba'zi bir o'zbeklar ularga ergashib o'qishyapti. U masalani bilmagan odamning ishi. Ularning mazhabida joiz. Istisnolar bor. Boshqa mazhablarda mana shu vaqtlarda namoz o'qish makruh, lekin istisnolar bor. Sabab bo'lsa, masalan, tavofdan keyingi namoz, tahiyyat masjid vojib ularning mazhablarida. Mana bunday holatlarda istisno ravishda makruh vaqtda namoz o'qisa bo'ladi deydi boshqa mazhab ulamolari. Mana shu gap bor, mana shu fatvo bor. Lekin Hanafiy mazhab ulamolarining yakdil fikrlari shuki, bu vaqtlarda istisnoiy namoz o'qilmaydi, nafl namoz o'qilmaydi. Asrdan keyin nafl o'qmasa ham qazo o'qisa bo'ladi. Bomdodgacha qazo o'qisa bo'ladi, lekin bomdoddan keyin qazo ham o'qilmaydi. Mana bu masalalarni yaxshilab bilib olishimiz lozim. Keyin xutba paytida namoz o'qish. U ham bizning mazhabimizda yo'q. Jumaga xutba aytilayotgan paytda namoz o'qilmaydi. Yana bitta masala, hozirgi kunda mana shu ikkala haramda yaqindan beri bir o'zgarish bo'ldi. U ham bo'lsa jumaga peshin vaqti kirmasdan turib azon aytilyapti. Birinchi azonni peshin vaqti kirishidan yarim soat oldin aytyapti. Har kuni masalan 12:10, 12:15 da peshinga azon aytayotgan bo'lsa, juma kuni ham xuddi shu peshin vaqtida azon aytiladi. Hozir unaqa emas ekan. Hozir ikkala haramda ham peshin vaqti kirishidan yarim soat oldin, 20 ta kam 12 da azon aytyapti. Biz nima qilamiz? Bu fatvo jumaning vaqtini ertalabdan deb aytish bu Hanbaliylar mazhabiga ko'ra. Ya'ni Hanbaliy mazhabida juma xuddi hayit namoziga o'xshagan kun yaxshi ko'tarilib ko'ringandan keyin o'qisa bo'laveradi juma namozini ularning mazhabida. Shunga ko'ra ular ertaroq azon aytishaveradi va jumaning sunnatini ham o'qishadi. Bunga o'zlarining dalillari bor, ijtihodlari bor. Lekin bizning Hanafiy mazhab ulamolari so'zida juma vaqti peshin vaqti bilan barobar. Peshin vaqti kirib kun qiyom zavolga o'tmaguncha, tikkadan og'magunicha namoz, peshin namozi, juma namozi o'qilmaydi, mumkin emas. Vaqti kirmagan hisoblanadi. Biz nima qilyapmiz? Bizda nima bo'lyapti hozir? Birinchi azonni aytgandan keyin peshin vaqti kirdi deb o'ylab odamlar jumaning sunnatini o'qiyapti hozir. Ya'ni Hanafiy bo'lsa ham. Boshqa mazhablarga ko'ra bu joiz. Ya'ni Hanbaliy mazhabga ko'ra aniqroq. Lekin bizning Hanafiy mazhabga ko'ra u sunnat jumaning sunnati bo'lmaydi. Ikkinchi azonni aytilyapti. Ikkinchi azon mana shu xutba uchun aytilayotgan azon. Bu o'sha peshin vaqti kirishi bilan aytilyapti. U azondan keyin esa sunnat sig'maydi. Azonlar aytiladi-yu, orqasidan xutba o'qiydi. Demak, biz
nima qilishimiz kerak? Biz jumaning sunnatini juma namozidan keyin qazo qilib o'qiymiz. Ikkala 4 rakatda bir yo'la farzdan keyin o'qiladi. Qaysi birini niyat qilinsa ham oldin ketin farqi yo'q, oldin keyinga. Lekin jumani farzidan keyin demak biz jumaning ikkala 4 rakat sunnatini o'qib olsak bo'ladi. Undan oldin yo o'qiganimiz vaqt kirmasdan turib o'qilgani uchun e'tibor o'tmaydi yoki xutba vaqti bo'lgani uchun o'qish mumkin bo'lmaydi. Mana bu masalani ham bilib olishimiz kerak. Navbatdagi masala kun botish, ayniqsa ishroq paytida kun botishda ham kuzatasiz, endi kun botishda kim qachon kirganini bilmaysiz, lekin ishroq paytida aniq bomdodga kirgan. Bomdodga kirgan, bomdoddan keyin agar sunnatni o'qimagan bo'lsa, sunnatni ham o'qigan. Lekin ba'zi bir kishilar bilimsizlikdan kun chiqayotgan paytda ham namoz o'qiyapti. Kun chiqayotgan soatida namoz o'qib bo'lmaydi. Makruh tahrimiy hisoblanadi. Hamma mazhabda gap bir. Bunda istisno ham yo'q. Masalan, haram hududida istisno bormi desa, istisno yo'q ekan. Sababi men bu yerda haram xodimlaridan fatvo hay'atining raqamini oldim. O'sha raqamga telefon qilsangiz 24 soat ishlar ekan, ulamolar fatvo berar ekan. Masala bilmagan masalangizni so'rasangiz aytib beradi. Men telefon qilib so'radim. Bu yerda dedim, kun chiqayotgan paytda ham namoz o'qilyapti. Haramda istisno bormi? Desam, yo'q, haramda istisno yo'q dedi. Alloh holimizni isloh qilsin deb qo'ydi. Namoz bilan hozirgi kunda bomdoddan keyin shu kun chiqishi bilan masjidni bo'shat deb xodimlar odamlar namozxonlarni tashqariga chiqarishga boshlaydi. Mana shu tashqariga chiq degan paytda shosha-pisha nima qilishyapti? Makruh paytdan namoz o'qishyapti. Lekin bu demak masalaga zid. Agar imkoniyat bo'lsa, izn so'rab yoki boshqa bir joy topib, quyosh to ko'tarilib shu minoralarda ko'ringanda aniq quyosh ko'tarilgan bo'ladi. Minorada quyoshning shu'lasi ko'rinadi. O'shangacha demak zikrda, tasbihda, tilovatda bo'lib turiladi. O'shandan keyin ishroq namozi o'qiladi. Ishroq namozini o'qib keyin chiqilsa, unda to'g'ri bo'ladi. Ungacha ishroq namozi ham, boshqa nafl namozi ham o'qilmaydi bomdoddan keyin. Boshqalarning o'qiganini ko'rib bizkilar ham qo'shilib o'qiyapti. Bu esa demak durust emas. Haram sharifda ikkala haramda ham eng muhim ishlardan biri mana shu. Bomdodga kirib, bomdod o'qigandan keyin namoz o'qigan joyda to quyosh chiqib, ishroq vaqti kelgunicha zikr, tilovat bilan band bo'lish kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytganlar: "Man qa'ada fi musallahu hina yansarif min salati as-subh hatta yusabbiha rak'atay ad-duha la yaqulu illa khayran ghufirat khatayahu wa in kanat akthara min zabad al-bahr." Kim namoz o'qigan joyda chiqib ketmasdan o'sha joyda kun chiqquncha tasbih zikr bilan bo'lib, tilovat bilan bo'lib, keyin ishroq namozini, zuho namozi yoyinki deb aytsa ham bo'ladi. Mana shu namozni 2 rakat namozni o'qib, 2 rakat namoz o'qib keyin chiqsa masjiddan. Dengizning ko'piklaricha ko'p gunohi bo'lsa ham hamma xatolar, gunohlar mag'firat qilinadi dedilar. Yana bir hadisda aytdilarki, kim jamoat bo'lib bomdod namozini o'qisa, keyin quyosh ko'tarilgunicha, quyosh chiqqunicha namoz zikrda bo'lib, Allohning zikr qilsa, so'ng esa 2 rakat namoz o'qib, keyin masjiddan chiqsa, unga haj va umraning, to'liq haj va umraning savobi bo'ladi. To'liq tammatin 3 bora takrorlanadi. To'liq haj va umraning savobi bo'ladi dedilar. Shuning uchun ikkala haramga kelganimizda mana shu sunnatga amal qilishimiz lozim. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam odatan bomdodni o'qigandan keyin ishroqqacha masjidda zikr bilan band bo'lganlar, keyin ishroq namozini o'qib keyin masjiddan chiqqanlar. Bu sunnat amallaridan hisoblanadi. Lekin ishroq vaqti kirmasdan turib kun chiqayotgan paytda namoz o'qish yoki bomdoddan keyin nafl namoz o'qish bu demak makruh, nojoiz ish hisoblanadi. Mana shu tong paytida o'qiladigan maxsus duo zikrlar ham bor. O'shalarni ham kitobchalarni olib, o'qib, ma'nolarini o'rganib, mana shu bahona demak savodimizni, ilmimizni oshirsak bo'ladi. Shu bilan birga Qur'oni Karimga mana shu vaqtimizni ajratishga odatlansak. Haramda ham mana shu holat,
unga boshqa vaqtda ham o'z uyimizda ham va o'z yurtimizda ham bomdoddan keyingi soatni Qur'onga, ilmga ajratilsa juda ko'p narsaga erishsa bo'ladi. Xo'p, ikkala haramda bo'lgan kishilar imkon boricha demak tahajjud va zuho namozlariga ham harakat qilishlari kerak. Tahajjudga imkoniyat bo'ladi, chunki tahajjud vaqtida haramni ochadi. Xuftondan keyin chiqarib yuboradi, lekin tahajjudga haramni ochyapti. Tahajjudga harakat qilib tahajjud o'qilsa, nihoyatda savobi ko'p bo'ladi va undan keyin zuho namozini o'qish. Nima namoz o'qisam ekan deb odamlar gangib yuribdi. Zuho namozini o'qish mumkin. Zuho namozini 4 rakatdan 4 rakat o'qisa ham bo'ladi, 2 ta 4 rakat o'qisa to'liq ado etgan bo'ladi. Ya'ni to'liq zuho namozi demak ado etilgan bo'ladi. Zuho namozi yengil o'qiladi. Tahajjud esa uzoqroq, bafurja, xotirjam o'qiladi. Har qaysida ham inson o'zining holatiga qaraydi. Mana shu keyin yana bitta gap, namozni faqat tik turib o'qish kerak degan tushunchada haramga kelgan odamlar nafl namozlarni kamaytirib qo'yadi. Turishga qodir bo'lmasa, o'tirib bo'lsa ham, turishga qiynalgan odam o'tirib bo'lsa ham naflni ko'proq o'qigan yaxshi, boshqa narsa bilan mashg'ul bo'lgandan ko'ra. Shu bilan birga qazo namozlarini ham o'qib olish kerak, lekin bir narsani unutmaslik kerak. Madina Munawvarada o'qilgan namoz 1000 barobar, Masjidul Haromda o'qilgan namoz 100 000 barobar savobiga ega degan hadis bor. Shu hadisdan odamlar tushunib, ba'zi odamlar shunday tushunadiki, demak mana shunday qilsam, bir kunlik namozni o'qisam necha yillik qazoim soqit bo'larmikin degan savolni beradi. Yo'q. U savobi ko'p bo'lishi boshqa masala, qazoning soqit bo'lishi boshqa masala. Qazo soqit bo'lish uchun qazoni aynan o'zini o'qish kerak. Buni ham unutmasligimiz lozim. Masjidul Haromda eng muhim ishlardan biri imkon qadar 5 mahal namozni masjidda o'qish kerak. Masjidul Haromda o'qish kerak. Chunki bu yerda o'qilgan namoz 100 000 barobarga ega. Bu degani bitta namoz, bir mahal namoz 50 yillik namozdan ko'p. Ya'ni bir mahal namozni Masjidul Haromda o'qisa kishi 50 000 yil, 55 000 yil, 56 000 yil namoz o'qigan bo'ladi. Ya'ni 5 mahal namoz. Agar bir kunlik 5 mahal namozni haramda o'qisa, unda 250 mingdan ziyod namoz o'qigan bo'ladi. Mana 5 mahal namozni 250 ming yildan ortiq o'qigan bo'ladi. Agar bir kun 5 mahal namozni Masjidul Haromda o'qisa. Shuning uchun Masjidul Haromda o'qishga harakat qilish lozim. Endi ba'zi ulamolar mana shu haram hududida boshqa masjidda o'qilgan namoz ham mana shu savobga ega degan gapni ham aytganlar, lekin beixtilof asosiy asl hadisda kelgan ma'no bu mana shu Ka'ba atrofida aylanasiga bino qilingan Masjidul Harom nazarda tutiladi. Ka'badagi ulug' ibodatlardan biri Ka'baga qarab o'tirish. Imkon qadar birinchi safga harakat qilish kerak, Ka'ba ko'rinadigan joyda namoz o'qishga intilish lozim. Namoz o'qimasa ham, tilovat qilganda ham, boshqa holatda ham, zikr qilganda ham Ka'baga yuzlanib o'tirishning o'zi ibodat. Bu ibodat boshqa joyda yo'q. Shuning uchun mana shunga harakat qilish darkor. Savol tug'iladi, Ka'baga ro'para bo'lib turgan odam, Ka'baga ko'z turish mumkin bo'lgan odam, ko'z tushib turgan odam namozda nazarni qayerga qaratishi lozim? Imom Malik rahmatullohi alayh Ka'baga qarab nazar qilib o'qsa bo'ladi deganlar. Lekin jumhur ulamolar u kishiga xilof o'laroq Ka'baga yuzlanib turganda ham, ya'ni Ka'baga ro'para turib, Ka'baga ko'z qarasa ko'zi tushadigan holatda turgan taqdirda ham nazarni sajdaga qiladi deganlar. Nazar namozda sajdaga qaratilgan bo'ladi. Bunda ham Ka'baga yuzlangan bo'laveradi. Nega Ka'baga yuzlanib turmaydi namozda desa, chunki xushuga va xotirni jamlashga, sajdaga nazarni qaratish demak muhimroq va mana shu afzal hisoblanadi. Ulamolarimiz mana shunday deganlar. Xo'p, farz namozlardan tashqari sunnat namozlarga ham e'tibor berish lozim. Mana shu masalaga ham to'xtalamiz. Ba'zi bir kishilar sunnat namozni mehmonxonada o'qiymiz deb chiqib ketib qoladi. Yo'q, mana shu masjidda o'qilgani boshqa. Ikkinchidan men kuzatdim, Masjidul Haromda ham, Masjidul Nabaviyda ham va boshqa masjidlarda ham ilmli odamlar, dinini tushungan odamlar, dinida mustahkam bo'lgan kishilar
hammasi sunnat namozlarini masjidning o'zida o'qishyapti. Nega desa, chunki har jihatdan mana shu afzal hisoblanadi. Shuning uchun keyin sunnat o'qimaydigan odam kam. Ya'ni ravotib sunnatlarni musulmon ummati g'arbu sharqdan kelgan hamma deyarli 95% odam joyida qolib sunnat namozlarini o'qiydi. Musofirmiz, sunnat o'qimasa bo'laveradi, degan gaplarga e'tibor bermaslik kerak. Bu yerga kelib namoz o'qimasa nima qiladi? Namozni ko'proq o'qish kerak. Ravotibni albatta o'qish kerak. Undan tashqari nafllarni o'qish lozim. Va ravotibni o'qishda bu yerda bitta holat bor. Ikkala haramda ham har namozda janoza bor. Janoza haqida alohida to'xtalib olamiz. Har namozda janoza bor. Nima qilish kerak? Shu yerda ikkita holat bor. Sunnat namozini boshlab olsangiz, janozaga ulgurmay qolish ehtimoli ham bor. Yoki shoshib o'qishga to'g'ri kelib qoladi. Yoki sunnatni o'qib ulgursangiz mumkin. Namoz zikrlariga ulgurmay qolasiz. Ya'ni janozaga turishga to'g'ri keladi. Shuning uchun bizning Hanafiy mazhab ulamolarimiz so'zlarida ba'zi o'rinlarda, mana shunga o'xshash o'rinlarda farzdan keyin zikr qilsa ham bo'ladi degan qavullar bor. Shunga ko'ra farzdan keyin namozning zikrlarini qilib olsa ham bo'ladi, keyin janozani o'qib, keyin sunnat namozini o'qisa ham bo'ladi. Yoki sunnat namozini o'qib ulgursa, undan keyin janozaga demak tursa, janozani o'qigandan keyin joyiga o'tirib zikrlarni, namozdan keyingi zikrlarni qilib olish kerak, keyin masjiddan chiqsa, ana unda to'g'ri bo'ladi. Eng ulug' zikrlardan biri tilovat Qur'on. Tavofda ham, sa'yda ham, Masjidul Haromda bo'lganda ham tilovatni ko'paytirish kerak. Tilovat vaqti Rasululloh akram alayhisolatu vasallam aytgan hadis qudsiyda Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Bandam agar tilovat bilan band bo'lib mendan narsa so'rashdan mashg'ul bo'lib qolsa, men so'raganlarga beradigandan afzalini beraman" dedi. Shuning uchun siz so'ralmagan duolaringiz ijobat bo'lishini istasangiz Qur'on o'qing. Mayli bilgan suralarni o'qing. Qur'on tilovati bilan ham band bo'lish kerak. Buni ham Qur'on nozil bo'lgan yurtlar, Qur'on nozil bo'lgan makonlarda Qur'on Karimni tilovat qilish juda katta bir o'zgacha shavq, zavq va savob bo'ladi. Nafl namozlar ichida shomdan oldin o'qiladigan sunnat namoz ham bor. Nafl namoz bor. Odatda bizning yurtlarda o'qilmaydi, chunki Hanafiy mazhab ulamolari shomning vaqtini kechiktirmaslik kerak, azondan keyinoq farzni o'qish kerak deydilar. Lekin bu joyda uning iloji yo'q. Jamoat bilan namoz o'qish uchun iloji yo'q, 10 daqiqa vaqt o'tkazish kerak. Azondan keyin bir 10 daqiqa vaqt o'tib, keyin shom namozi o'qiladi. Bu paytda biz nima qilishimiz kerak desa, bu paytda namoz o'qisa bo'ladi deydi Hanafiy mazhabining ba'zi ulamolari. Anarog'i Imom Muhammadning zohir rivoyasida shu gap bor degan qavlni ahli ilmlarimiz aytadi. Men bu joyda ham ba'zi bir Hanafiy olimlardan so'radim mana shuni. Ular aytdilarki, naflni man qilinishi u quyosh botguncha. Quyosh botgandan keyin o'z namoz joiz. Lekin shom ta'xir bo'lmasligi uchun biz Hanafiylar bu yerda bu o'rinda shomdan oldin namoz o'qimaslik kerak degan gapni aytganlar. Hidoyani matnida ochiq aytilgan bu. Lekin bu yerda iloji yo'q, vaqt o'tadi. Mana bu paytda demak 2 rakat namoz o'qib olsa bo'ladi dedi bu yerdagi ulamolar ham. Hanafiy ulamolar. Hop, zikr va tilovat bilan mashg'ul bo'lish bilan birga tasbihni ko'paytirish kerak ekan. Chunki Alloh subhanahu va taolo vasabbih bil ashi val ibkar. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloni ertayu kech tasbih aytib yodga ol, zikr qil degan mana shu oyatlarga muvofiq demak ertalabki ishroqqacha bo'lgan zikrda alohida fazilat bor deydilar. Xo'p, endi janoza namozi haqida. Ikkala haramda ham har namozda janoza bor. Deyarli hech biz masalan birorta namozda janozasiz o'qimadik. Janoza albatta bor. Janozani bular e'lon qilganda shunday deydi: Salatul amwat. Bu degani o'liklar bor degani. O'liklarga janoza. Val atfal qo'shib qo'ysa, bolalar ham bor bo'ladi. Va tifl bo'lsa, bola bitta bo'ladi. Salatul mayyiti val mayyitati desa, bitta erkak, bitta ayol janoza bor degani bo'ladi. Mana shu e'londa o'sha o'liklar deyish, bitta o'lik deyish, bolalarni qo'shish. Mana shuni e'lon qilishdan maqsad nima desa, janoza o'qiluvchi mana shuni niyat qiladi. Mana shu bolaga ham qo'shib janoza o'qiyapman deb niyat qiladi. Ikkinchisi duolarda e'tibor beradi. Xo'p.
Bu yerda ham shu 4 takbirlik janoza o'qiladi. Lekin bularda birinchi takbirdan keyin Fotiha o'qiladi. Bizda esa subhanakallohumma sana o'qiladi. Janoza namozini o'qiyotgan kishilar namoz o'qiydimizku, baribir namoz o'qigan odam biladi. Birinchi takbirdan keyin quloq qoqib takbir aytib quloq qoqqandan keyin sana o'qiydi. Ikkinchi takbirdan keyin namozdagi salovat o'qiladi. Bunda ixtilof yo'q. Baribir hamma mazhabda ham salovat o'qiladi. Allohumma solli ala Allohumma barik ala salovatlar bor-ku, shuni o'qiladi. Uchinchi takbirdan keyin janoza duosi o'qiladi. Janoza duosini ma'nosi biz odatda o'qiydigan janoza namozining ma'nosi umumiy. Erkakni, ayolni, bolani, kattani hammani o'z ichiga olaveradi aslida. Lekin bolalar uchun, ya'ni bola uchun alohida duo qilish ham bor. U ham bizning mazhabimizda bolaga janoza o'qish duosi o'laroq o'rgatiladi. Biz nima qilishimiz kerak? Biz mana shu vaqtda janoza duosida o'zi biz o'rgangan duo eng qisqasi degani. Undan boshqa duo qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. O'sha mayyitning haqqiga qilinadigan duolar, sunnatga kelgan duolarni qo'shimcha qilsa bo'ladi. Ana shuni qilishimiz biladiganlar shuni qilsa yaxshi bo'ladi. Chunki bu yerda o'sha janoza duosiga berilgan vaqt ancha uzoq bo'ladi. Bilgan odamlar qo'shimcha duolarni qilish kerak. Allohumma janoza duosini mana ko'pchilik kitoblardan o'rganib olsa bo'ladi. Allohumma g'fir li hayyina va mayitina va shahidina va g'oibina va saghirina va kabirina va zakarina va unsana. Allohumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam va man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman. Mana shu janoza duosini o'qigandan keyin ortidan agar atfal bolalar degan bo'lsa, Allohumma ja'alhum faratan. Allohumma ja'alhum lana faratan va ja'alhum lana ajran va zuhra. Bu duoni qilsa bo'ladi. Yana bolalar bo'lsa bo'lmasa, Allohumma la tahrimna ajrahum va la taftinna ba'dahum. Allohim bizni bu janoza o'qiganimizdagi savobdan mahrum qilma. Ular vafot etdi, ulardan keyin bizni fitnaga solma ma'nodagi duo. Allohumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'f'anhum wa'akid nuzulahum wa wasi' mudkhalahum waghsilhum bil ma'i wath thalj wal barad wa naqqihim min adh-dhunubi wal khataaya kama naqqayta ath-thawba al-abyad min ad-danas. Mana bu duolarni qo'shimcha qilsak bo'ladi to keyingi 4-takbirgacha. 4-takbirdan keyin takbirni imomga iqtido qilgan holatda aytib salom berib chiqiladi. Duoni bilmagan kishilar ham takbirni o'zi aytish kerak. Buni doim ta'kidlab kelamiz. Salomda endi salom masalasida bular bu yerda ikkala haramda ham bir tomonga salom beriladi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Keyin muballigh uni ikkinchi marta takrorlaydi, orqasidan takrorlaydi. Biz nima qilishimiz kerak? Biz ikki tomonga salom berib qo'yaveramiz mazhabga ko'ra. Namozda ham, janozalarda ham imomning takbiri bor, orqasidan muballig'ining takrori bor, takbirni takrorlaydi. Biz imomnikiga ergashamiz. Muballig'niki o'sha imomnikini eshitmaganlarga. Chunki imom gohida pastroq aytadi, biz oldin mikrofon bor-ku deydi. Keyin odam ko'payganda bir kelganda o'zim men guvoh bo'ldim, Ramazonda kelganda. Ko'chani nariyoqda qolib ketdik. Shunda faqat muballig'ining ovozi eshitildi, imomniki eshitilmadi. Muballig'niki ham yetmagan joyga yetkazadi, ham ta'kid bo'ladi. Lekin imomning takbirini eshitgan odam imomga iqtido qilsa bo'ldi, u muballig'ga qarab o'tirishi shart emas. Salomda ham shu. Salomda ham assalomu alaykum va rahmatulloh dedimi, imomga iqtido qilib salomni beraverish mumkin. Xo'p. Namozlarda ruku sajdalar biroz uzoqroq bo'ladi gohida, ya'ni ba'zi imomlar uzoqroq sajda qiladi, ruku qiladi. Biz nima qilamiz? Farz namozlarda ulamolarimiz imkon qadar shu odatdagi sunnatda kelgan subhana robbiyal azim, subhana robbiyal a'la. Mana shuni o'zini takrorlash kerak deydilar. Toq surada takrorlayveramiz. 5 ta, 7 ta qilib. Endi boshqa duolar ham bor-ku. Subhanakallohumma va bihamdika Allohumma ighfirli, subhana quddus robbul malaikati va ruh. Shunga o'xshash duolar ham bor-ku. Ularni qilsa bo'ladimi desa? Ularni asosan demak nafl namozlarda qilinadi. Masalan, tarovihda qilsak bo'ladi, tahajjudda qilsak bo'ladi. Farz namozlarda esa o'zi tasbihni 5 ta aytsangiz o'zi kifoya qiladi, ya'ni sajda ado topadi, ya'ni imom ham sajdadan rukudan boshini ko'taradi, undan ko'p bo'lishi kamdan kam bo'ladi. Lekin nafllarda, tarovihlarda kelganda boshqa duolarni, mas'ul duolarni bemalol qilsa bo'laveradi. Faqat arab tilida duolarni qilish kerak. Endi masjiddan chiqishga
shoshmaslik kerak. Ba'zida ko'rib qolyapmiz, odamlar salom beradi, yurib chiqib ketadi masjiddan. Ravzada ham odobdan emas bu, Masjidul Haromda ham odobdan emas. Balki Ka'badan ajragisi kelmagan holatda, ko'zini uzgisi kelmagan holatda mana shunday shavq bilan, tazarru bilan chiqish kerak. Ikkala haromda ham tazarru nihoyatda katta, odob juda katta ahamiyatga ega. Qalbni poklashda odobdaqa yaxshi bir amal yo'q. Shuning uchun aytadilarki, Alloma Rifoiy aytadilar. Alloh subhanahu va taologa olib boradigan barcha eshiklar bekikligini ko'rdim. Illo bitta eshik ochiq ekan. U ham bo'lsa siniqlik eshigi. Tazarru eshigi. Men Allohga siniqlik qilib tazarru qildim. Uning dargohiga kira oldim. Boshqalar esa eshik oldida to'planib bir-biri bilan ovora deganlar. Ana o'sha siniqlik aynan siz bilan bizda zohirda ham botinda ham bo'lishi juda zarur. Al-xusus masjiddan chiqishda ana o'sha siniqlik ketmasin. Ya'ni tazarru bo'lsin va haligindek ajdagisi kelmagan holatda chiqish kerak. Shosha-pisha, potir-potir qilib chiqish odamlarga ham tashvish bo'ladi, odobga ham zid bo'ladi. Masjiddan chiqishdagi duo o'qiladi va masjiddan tashqarida ham, boshqa holatlarda ham, xususan ihromda bo'lganda imkon qadar Allohning yodidan to'xtamaslik kerak. Men o'zim guvoh bo'lib qoldim. Odamlar ajoyib hozir mana. Ka'baga kelyapti, hadeb rasmga olaveradi, hadeb videoga olaveradi, hadeb haligi hiring qilaveradi ba'zi odamlar. Endi boshqa millat vakillari ko'proq. Bu odobdan emas. Ka'bada inson haybat bilan turish kerak. Ka'baning ro'parasida inson Ka'baning mahobatini his qilib turish kerak. Ravzada esa xuddi Rasululloh akram alayhisolatu vasallam hayotlaru u zot alayhisolatu vasallamning huzurlarida, u zotning masjidlarida, huzurlarida turibmiz. Mana shunday his bilan bo'lishga harakat etish lozim. Xo'p, Masjidul Haromda, Makka mukarramada ulamolarimiz aytadilarki, inson shu Masjidul Haromga bo'lgan shavqi so'nmasdan turib, ehtiromi susaymasdan turib tezroq vataniga qaytishga urinsin. Ayniqsa haj amallarini ado qilgandan keyin tezroq qaytish kerak. Nega haj amallarining mashaqqati bor, qiyinchiligi bor? Molonlanib qolib beodoblikka qo'ymasin. Tezroq ketsam bo'lardi, men uyni sog'inib qoldim, shoshib qoldim. Mana bu narsalar so'zda bo'lsa yana ham g'aliz. Qalbda bo'lishi ham yaxshi narsa emas. Mana shu holatga tushmay turib, o'zini bilib, demak, yurtga qaytish kerak. Bu ham Masjidul Haromda lozim bo'lgan odoblardan hisoblanadi. Odamlar duo so'raydi. Juda ko'p odam duo so'rayapti. Mana bizdan ham yozma ravishda ham so'rashadi, umumiy ravishda ham so'rashadi, telefonda ham so'rashadi. Yo'lga chiqayotganimizda so'raganlar bor. Nima qilinadi? Mana shu omonat bu. Duo so'raganda albatta xo'p inshaalloh deganmizmi? Biz unga va'da berdik. Va'daga vafo o'laroq duoda ularni unutmasligimiz kerak. Nomma-nom ismimizga kelgancha duo qilamiz. Nomma-nom ismimizga kelmagani bo'lsa umumiy duo qilamiz. Alloh siz bilan bizdan ko'ra yaxshiroq hisob-kitob qilib bilib turuvchi zot. Ya Rab, haqqiga duo so'raganlarning duolarini ijobat qil, maqsadlarini ber, dardlariga shifo ber va hokazo farzandlariga salohiyat ber deb duo qilish kerak. Bu va'daga vafo, omonatga vafo hisoblanadi. Masalan, Rasululloh akram alayhisolatu vasallamga salom aytib olish bor. Umar ibn Abdulaziz umraga ketayotgan kishilarga Rasulullohga salom aytib qo'ydi ekanlar. Bunda ham borganda nomma-nom eslaganlardan salom aytiladi, eslolmaganlarning salomi umumiy aytiladi. Duo so'raganlar haqqiga ham duo qilishni unutmaslik kerak, xususan qalb erib turgan paytda va bu o'zimizni haqqimizga qiladigan duolarimiz ijobatiga ham inshaalloh sabab bo'lsa ajab emas. Endi mana shu haromdagi sharoitlarga doir ayrim tavsiyalar. Xo'p, hamma yoq oq marmar bo'lgani uchun ko'zni gohida quyosh tikkaga kelgan paytda, ayniqsa o'ta yorug' bo'lgan paytda ko'zni biroz demak charchatish bor. Shuning uchun haligi ko'z quyoshdan himoya qiladigan ko'z aynak taqib olib olinsa, nihoyatda yaxshi foyda beradi. Haram hamma joy marmar. Mana bu yopiq joylar ayniqsa salqin bo'ladi. Oyog'i og'rigan odamlar yoki nozik odamlar oyog'ini shamollatib qo'yishi mumkin va keyin ibodatga charchab qoladi, yurolmay qoladi, qiynalib qoladi. Shuning uchun haramda yurishda, endi masjidga kirishda poyabzal yechiladi-ku, paypoq kiyib olish kerak. Tashqarida paypoq kiymasa ham bu yoqqa paypoq kiyib olinsa, oyog'ini himoya qiladi.
yoki haligi tuproqdan pastda turadigan paypoqlar bo'ladi-ku, nima deydi? Shunaqa paypoqlarni kiyib olsa ham bo'ladi. Bu mana shu yo'l haramda yurgan kishiga nihoyatda yaxshi foyda beradi. Ayniqsa umra paytida, sa'yda yurgan paytda oyoqni oldirib qo'yapti ko'p odam. Keyin oyog'i og'rib qolyapti, shamollab qolyapti. Ana bunda e'tibor berish lozim. Buni ehtiyotini qilinsa, ibodatda, zikrda inson qiynalmaydi. Umuman shamollashlikdan inson o'zini ehtiyot qilish kerak. Chanqab ketib qolib, yaxshilab muzli suvni ichib olishadi, keyin yotishadi. Kasal bo'lib. Endi kasallik ham Allohdan, lekin ehtiyot chorasini inson ko'rishi lozim imkon qadar, lekin mabodo mana shunda ham shamollab qolsa, endi albatta Allohdan hisoblanadi. Haramga kirishda, chiqishda doim hamma joyda birovga ozor berishdan saqlanish lozim. Agar ozor berib netib qolsa, uzr so'rash kerak. Men haramda bir kuni namoz o'qiyapsam, qiyomga turayotganda bilmasdan Ramazon deydi, nihoyatda sap zich, oyog'im orqamdagi odamning boshiga tegib ketdi. Salom bergandan keyin men uzr so'radim. Uzr so'rasam juda basavlat, haligi qora tanli kishi ekan. Men uzr so'ramoqchi bo'lib gap boshlasam, u mendan uzr so'rayapti. Senga xalaqit qilib qo'ydim, meni ma'zur tut dedi. Dedi, men aytdim, yo'q, sen meni kechir, men bilmasdan tez turib yordim, boshingni hali ko'tarmagan ekansan dedi. Chunki gohida odamlar hali qalbi erib, biroz sajdada uzoqroq turib qoladi. Mana shunday bir-birimizga odobda bo'lishimiz lozim. Xususan xodimlarga ham muloyim bo'lish kerak. Talash tortishmaslik kerak. Ularga ham ozor bermaslik kerak. Endi yana bitta masala, hozir haramda, masalan 3-qavatda, masalan ba'zi bir joylarda shift hali qo'yilmabdi. Bu joylarda mikrofon ham yaxshi emas ekan. Mana shu joylarda namoz o'qisangiz, qiroat yaxshi eshitilmayapti. Tashqaridan haligi gumullagan ovoz kelyapti. Qiroatni maza qilib eshitaman desangiz, tepasi yopiq, kolonkalari bor joyda bo'lsa yaxshi ekan. Bu ham bir tajriba. Haramda yurgan odam kirgan eshigini yo'qotmaslik uchun eshiklarning raqami bor. Arab raqami ham bor, kirillchasi ham bor. Ana o'shani belgilab olish kerak va masjiddan chiqadigan, keladigan joyini shunday yo'qotmaydi. Bilib olish kerak. Masjidil Haromda hamma joyda ham joy namoz topilmaydi. Shuning uchun joy namoz olib yurilsa, nihoyatda maqsadga muvofiq bo'ladi. To'yinki haligi namoz o'qiganda marmar sovuqlik qilsa qiynalmasin. Xushusi ketmasin. Keyin namozdan keyin zikr qilib o'tiraman desa ham joy namoz rosa kerak bo'ladi. Ayniqsa mana hozirgi kunda, ayni vaqtlarda oldi saflarda joy namoz yo'q. Bu nariyolarda, ichkarilarda joy namoz bor, oldi safda yo'q. Siz Ka'baga qarab namoz o'qiyman desangiz, joy namoz bu yerda solinmagan. Demak, mana shu paytlarda ehtiyotini olib joy namoz ko'tarib yurilsa yaxshi bo'ladi. Yana bitta tavsiya, Malik Fahd eshigi bor. Soatning ro'pararog'ida, ro'parasidan sal chap tomonroqda 79-eshik adashmasam, o'sha eshikdan kirganda 2-qavatga chiqib chap tomonga yurilsa, yoki o'sha eshikning tepasida ham bor, haligi bolxonasida ilmiy darslar bo'lyapti. Asrdan keyin, shomdan keyin, xuftondan keyin. Asrdan keyin ko'proq qiroat bo'lyapti. Qur'on halqalari bor ekan. Qorilar o'qib bersa ham bo'ladi, oddiy odamlar ham o'qib beryapti. O'shada bir ikkita shayxlar, qiroat ustozlari o'tiribdi, o'zlarining belgilari bor. Borib o'qib beraman desangiz eshitib qo'yapti. Bu ham baraka bo'ladi. Ham haligi qiroatni o'tkazib olasiz. Undan tashqari shomdan keyin, xuftondan keyin darslar bo'lyapti. Ba'zida 2-3 ta joyda birdan bo'lyapti. Men o'zim shomdan keyin 2-3 ta darsda ishtirok etdim. Bir vaqt o'zida Sunan Abu Dovuddan ham bo'lyapti, Sahih Muslimdan ham dars bo'lyapti. Usul fiqhdan bo'lyapti, hadisdan bo'lyapti, tafsirdan, xullas kalom shariy ilmlardan juda yaxshi darslar bo'lyapti, shayxlar dars olib boryapti. Ahli ilm kishilar bundan istifoda qilishlari mumkin. Bu ham bir tavsiya. Endi xulosa qilib aytganimizda, muhtaram azizlar, Alloh subhanahu va taolodan iltijo qilib so'rab, bu joyda odoblarga rioya qilishimiz lozim. Va yana bitta gap, har galgi ziyoratda keyingi ziyorat uchun shavq va zavq va duo kerak. Alloh yana qaytib o'zingni baytingni ziyoratiga nasib qil. Rasuling ravzalari ziyoratiga o'zing muyassar aylagin degan duolarni qilishimiz lozim. Va duolar ichida eng muhimi el, yurt, rahbar, fuqarolar haqlariga duoda bo'lishimiz lozim. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga o'zi tavfiq bersin, o'zining baytini ziyoratiga qayta nasib etsin.
sizlarga biror foydali bir maslahat fikr yetkaza olgan bo'lsam, maqsadga erishgan hisoblayman o'zimni. Albatta bu mukammallik da'vosi yo'q. Bu yerda kamchiliklarimizni, nuqsonlarimizni ma'zur tutasizlar. Alloh subhanahu va taolo o'zi barchalarimizga o'zining bayti ziyoratini qayta nasib etsin. Duolarimiz, ibodatlarimizni qabul aylasin. El yurtimizni tinch omon, aziz vatanimizni jannat makon aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.